Bunga tegdi, boru mashi qorin jonimga tegdi. Nima qilyapsan sen? Bilasanmi, shuncha pul sarflaganman mana bunaqa narsalarga. Har kuni massaj qilaman, lekin vobshe foydasini sezmayman. Qara, men senga hozir 5 ta sababini tushuntirib beraman. Nimaga aynan seni qorning ketmayapti? Birinchi sabab gormonal buzilishlardan. Insulin va kortizol doimo baland bo'lsa, qoringa yog' yig'ilaveradi. Bu degani sen juda ham ko'p asabiylashasan, shuni hisobidan ham qorningdagi yog'li ketmaydi. Tushundim. Ikkinchi sababi, mana bunaqangi narsalarni yeb o'tirsang, sen qancha qorningga massaj qilsang ham qorning ketmaydi. Bu degani noto'g'ri ovqatlanish. Uchinchi sababi, har doim iching qotadigan bo'lsa ham yoki meteorizm qiynasa ham, seni qorning ketishi qiyin bo'ladi. Bo'ldi. Kam uxlaysan, bir kunda 7-8 soatlik tungi uyquni berish kerak. Ovqatni yaxshi chaynamaysan, telefon ko'rib yeysan, natijada ovqat hazmi yaxshi bo'lmaydi. Men bu to'g'ri ovqatlanish haqida ham, qabziyatni yo'qotish haqida ham hech nimani bilmayman-ku. Izohlarga hoziroq 141 sonini yoz va tekis qorin marafonimda qatnash. Men senga hammasini o'rgataman.